Direktor, sizga kerakli materiallarni akirdim. Sen qo'pman. Direktor, qaysi kuni sizning bana nima demoqchi bo'lganligingizni tushundim. Men bundan 8 yil burun muhabbat eg'ir azar ekan. Mendagi hissiyat shu chaqda o'lgan. Shundan keyin men birsini qayta yaxshi ko'raman. Xuddi siz to'y qilmayman degan hozga o'xshash. Men birsini yaxshi ko'ramayman. Siz to'y qilmaysiz. Bu qorilmaydigan ta'lima. Shunlashqa nima shunlashqa? Shunlashqa bu o'ylashadigan masala emas. Men o'tmishingizni surishtirmay sizga e'tibor qilsam-chi? Naqsınız. Mening bu yerda turishim tasga to'xtaydi, direktor. Bilma. Siz yaxshi odam. Men faqat sizning yeningizga yordamchi bo'lsam ham bo'ldi. Sizning shunday o'ylashingizni umid qilaman. O tehdit soatimsiz. Tehdit? Bu qanday gap endi? Siz hissiyotingizni oshkorlab bo'ldingiz. Men shunday qilaversam, siz shirkatdan ketmoqchi. Bu tahdid emasmi? Direktor. To'g'ri. Odamlarda muhabbat bo'ldi. Ko'ngil deganmi shunchalik. Yaxshi ko'rish insonni ojizlashtiradi. Xuddi o'xshash. Xislat. Biz rostdan birga kelamanda. Shunaqa. Bir fursatmi mumkinchiligi yo'qmi? Yo'q. Keldingmi bolam? Gel. Ishlag'im men bor.
O'zim bir taraf qo'ydim, xotirjam bo'l. Lekin sen doktorxonaga vaqtida yo'qlab boramidim dada. Meni kechiring. Hech gap yo'q. Sen de ansirab qolding bolam. Meni kechir dada. Bo'ldi. O'g'il olma yig'lamdi. Ha? Jira. Nima qaratdim? Dadamning so'qmoq do'koni qarab turdim. Vaqt pek tez o'tgan-a. Biz mush do'konning oldida o'ynaydik. Hash-pash degisi cho'ngladan bo'lib ketibdik. Jira. Ada. Nima bo'ldi? Biray yipang bormi? Biz bu do'konni boshqacharoq o'zgartmoqsa qanday qilsa? Qanaqa deysan? Birisi bu do'kon bilan o'yinning o'rniga kelishgan. Bu so'qmoq do'koni sal zoya ketibdi. Pul topadigan bir ishni qilsanglar deydi. Nima deyapsan? Hadi. Senmi bilsan? Dadam yashinib qoldi. Uning ustiga yaqinda salomatlik faqat yaxshi emas. Kechki so'qmoq setib japotat avor bo'lgandan tayyor pulni elib, xotirjam orom elib yashasi yaxshi emasmi? U deganing-ku to'g'ri. Lekin uning uchun behchiq mablag' ketadi. Biz u pullarni nazm topamiz. Nima bir mablag' chiqas qo'shlamsa? Mablag'? Aka, bir aile kişileri cem bulup tamak yemegili bek uzun bak ketipti hocama. Efkamdan ançımın qilib usam bulamdı nima? Ballarım bilan jam bo'lalaydi ekanmiz emasmi? Voy dada, ne gaplarni qildi ekansan kayfiyatimni buzib. Oy aka, herkes bundaq gap qilmoqna. Oy, sen yiqilib tushuding, qo'rqinimdan men 10 yillik umrim qisqarib ketdi juma mening. Shu tag'a, chaqchaq qilibman, hargiz bunda demang juma. Chaqchaq qilib qo'ydi. Tağa, tünögünçü hemmedim bek küçük ağını bizden mömüncümü. Şu bu tünögün bir sınla telefon almaysılar, bir sınla doktorxanda, yeni bir sınla talada işterip. Tünögün mömün bolmagan bolsa, tağamni kim mi jüdüp abiratdi doktorxanga? Ras. Namu tağa. Agar tunugün mo'minjon bo'lmagan bo'lsa, men hayotimdan ayrilishim mumkin. Ya ish qilib mo'minjondek yaxshi bir kuyovg'ilni undaq tepish oson emas. Tag'a, bekli maqtib etdingiz. Sizga ko'p rahmat juma. Aka, buningdan keyin ba'u mushundaq jiddiy vaqt ishtirib yurgan oila a'zosini men nopis deb jirdim, o'chirib etdimi? Ammo bo'ldi qila. Bakama xo'shal gap buzib qo'ysa. Ma'qul. Hozir chiqay. Men chiqay, oshxonaga kelib telefon qilibdi. Ha bola. Uyda guruch qamabga kirgan vaqtda guruch yog'ash kira. Bo'ldi. Endi sizlar aldirmay o'tirib yanglar, ha? Dada, sen rostdan ichish bo'lmadimi? Doktor hech qanday masala yo'q dedimi? Rostli masala yo'q bolam. Xotirjam bo'linglar. Tağamninki sünküdüm mesli yok ki. Hiç sen bulmap da tağa. Ben sürep kaldım. Tamam. Ada. Menimcha so'qmoq do'konini ochmasa qanday bo'ladi? Filmi o't ichiga bo'libdi. Sen mo bek jabhat atib ketding. Endi chiroyli aramasangmi?
nima deydigansiz Jasur? Bu so'qmoq do'konini ochmasak, turmushimiz nima bilan qamdaymiz? So'qmoq do'kon ochgandan ko'ra ko'proq pul topadigan bir ish qilsak bo'ladi. Masalan, ya bo'lmasa go'zallik saloni quramiz, ya bo'lmasa chiroyli zinnatlab ijaraga beramiz. Dadamni muqim kirimni olib rahat barag'atda yashasi yaxshi emasmi? Aka güzellik salonu demse? Ha? Hajab. Nega? Salon qurdiganga bu do'kon kichik kelib qolar-ku. Uy bilan do'konni birlashtirsak bo'ladi. Bizning do'kon bilan uyning o'rni yaxshi. So'qmoq do'kon ochgandan ko'ra boshqa ish qilsak, bundan ko'proq pul topib bo'ladi deyman. To'xtab tur. Sen kim shundoq deydi? Biroz sen shundoq deb o'rgatdimi? Qaynonam shundoq dedimi? Ammo bu muhaqning yaxshi ko'ngli. Qaynonam bu jihatdan sal yaxshi tushundi. Endi validang qaynonang aralashmagan dadamning do'koni qapti ekanmi? Shundigina bag'onsi badidan ish yotamda u birni. Bo'ldi, qalayimqan gumon qilmanglar. Balkim ularning bir yaxshi ko'nglidir. Dadamni yashnab qoldi. Keyingi turmushini bo'lsin bir rahat farog'atda o'tkazsin deb o'ylagandi. Shundaqmi dada? Qiziq gap bo'ldi-da. Bu 30 yil ochgan do'konni ochmaymiz debla ochmoqliqmi? Gap deganni vaqo qara. Deyish oson bo'lgan bilan amillashtirmak ters. Yosh cho'ngib qolgan sirek harakatni ko'p qilmasa bo'lmaydi. Boldirli qiyirib qoldim deb uyga bekinib o'tirib olsa, men menga yigirash kesilib bo'lib qoldi ekan. Televizorda yaqinda shundoq dedi. Aka. Hamma Jasur unda demoqchi emas. Navod güzellik saloni qurib qolsak, dadamning qiyirg'ani kutinishimi kapolatga ega bo'ldi emasmi? Shuni o'ylagan gap. Dadammo yashnab qoldi, bir umr jafo tortdi. Endi bir rahat turmush kechiradigan vaqt yetib keldi. Bir güzellik saloni ochamdiq, ijara beramdiq, qanday qilsak bu pulni elib, yanchig'iga silib, dada. Butun dunyoni bir sayohat qilib kelmamsa, shundaqmi? O'zimning ojizi be. Jasur shunda demoqchi dada. Tushundim bo'ladi. Nari G'alita? Amir G'alita. Aja to'satlan bu do'konni salon qilgan qapta. Bayatin dedik-ku, dadamning salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa, yaxshi uyda aramasin degan gap. Tushundingmi? Endi tushundingmi? Sen qachon yoq dadamga ansiragan bo'lib ketdi. Undaq emas, pek ko'p o'ylab ketibsa. Unda emasmi? Men shunday emas. Saras dadamni ansirab shunday dedimmi? Bir tarafdan dadamni o'yladim. Yana bir tarafdan amaliyotni chiqish qildi. Mana. Ey Jasur. Acha, men biletdim. Bunun o'tkir qolsa yana bir ishdan bog'lig'ini biletdim. Bunda emas edi. O'ylab beqinglar bu do'kon bilan uyni birlashtirib salon qilsak, bundan nechasi ortiq pul topa olamiz. Tayyor boyliqni iqtisod aylantiray dedim shu. Chiq o'ylabsa. Uy, do'kon hammasi dadamniki. Do'kon, men buni bilaman. Lekin biz amaliyotchiroq bo'laylik-ku. Islam bilsa, dadam yashinib qoldi. Bunun ustiga yaqinroq salomatlik faqat yaxshi emas. Qiynalib so'qmoq sotgandan tayyor pulni olib, rahat barag'atda armonlagan yaxshi. Bunun ustiga uy bilan do'konmi shamon bir kun bizga qoldi-ku. Bo'ldi. Sizlar bu to'g'ri o'ylashib boqmaganmi? Sen bo'ldi qandoq gap? Sen dadam hayot turib miros qolishatamsa, ha? Jasur, bundaq gapni o'ylashib deyish kerak-chimi? Biz qachongacha bunda yashayveramiz? Dadam qachongacha so'qmoqsa jafo tortadi-ku. Elim 30 yil bo'lib qoldi-ku. Ya bir yangilik yo'q. Ya bir boy bo'lib ketmadi. Ya bir oshqanmidi. Shulardan o'tib ketaymiz bo'lmaydi-da. Biz sharoitni yaxshi foydalanib iqtisodiy qiymat yaratishimiz kerak. Bunda qilamasak, bu hammasi ahmoqonlikda. Lekin shundaqdimi? Do'kon dadamniki. O'zgartib ochamdi yo ochmamdi o'zining ishi. Sen boshqa tumsan bo'ldi. Ha? Sizlar dadamni tushunmaygan emas-ku. Dadamga bir xalt pul tashlab bersam, pullar kori yo'q. Yana shu so'qmoqni gapini qildi. Unda o'z dadam mangumisdan jafo tortsinmi? Qaysar. Kam senmi cho'mib qolding. Yiroqni ko'rishing kerak. Bir ishlar yakun chiqqan chog'da yaxshi o'ylanib, anondagi yakun chiqarishing kerak. Bu dadam uchun yaxshi bir tanlash yo'li.
Bizning kelgusimiz uchun yaxshi bir tanlash. Sizlar o'ylab boqinglar. Biz uchimiz bir qarindosh. Uchimiz birlashgandilar. Ondan dadamni qoyil qildik. Yaxshi o'ylab boqing. Ha, keldingmi? Sat qilay. Yo'q-ku, ko'midim. Baba. Qamoqingiz yaxshimi? Nima? Oshnaqtanda? Voy, bu saran qizcha bir qaytam burniga yemasmi? Shuni. Ha? Kim o? Kimlar faranshaqsiz? Voy, siz bilmisiz, bu keyin deb berma. Benim şu kim o zade? Onu faransh ketibsiz. Voy, keyin deb beray, to'xtanglar. Keyin deb beray? Neden? Ha? O şundaqdan-da? Uxlatan endiginga. Ha? To'g'ri. Voy. Sizlar? Men birdan keldim. Nima? Qisat keldimi? Voy. Sotsiyada. Men Havayet. Nima? Havayet? Allah'ın derdi var mı seninki? Sen endi meni o'jramtirib havoga esa degina. Men bo'ldi, bir ish bo'ldimi sana? Bir ish bo'pti. Bo'ldi, bir gap deb qashmag'ana. Yushiryapsan mendana. Men bo'ldi degina. Tapera nima ish bo'ldi? Voy, bo'ldi, qilay ish yo'q. Hay. Tapera nima ish bo'ldi? Voy, dedim, voy, ish yo'q. Tapagin nima ish bo'ldi? Voy. Sen acaba bir olaydı ko'ngil olib ketdi ha? Bir ehtiyojing yo'qdi? Men odat san ko'ngil bo'lmayman degina. Hey jin, ko'ngil bildigan odam lozimmi? Hey, nima bo'ldi? Kallamda behçil tugul. Qanday qilishini faqat bilmayapti. Bu odatda sen bir ishlarni shunday keskin bir taraf qilading. Nima ish u seni qiynayotgan? Cesur. Voy, kim qolsa bu? Cesur tinchlikmi? Yaxshi opa. Necha kun bo'ldi siz uyga qaytmag'li? Sizni ansirab ko'rib kelay deb keldik. Xizmatingiz bek aldirash yo'qmanda. Yaqindan yap kesal saljiq. Sal aldirash o'qiyotimiz. Ha. Turinglar, oyoqqa boraylik. Oturinglar. Cesur, xizmatmi muhim. Lekin salomatlikmi pek muhimmi? Salomatlikka diqqat qiling bolam. Ma'qul. Rahmat opa. Texnashlik qilmagansiz. Sizga nashtir keldik. Nashtir qilayman. Rahmat. Sal turib yey. Becharchab ketdingiz, yaqin beri aldirash ishlab. Issiq yevasingiz bo'pti-ku bolam. Sal turib yey opa. Qara. Cesur. Bu men kasbahlik tuzatgan sizlarning do'koninglarning bozor bahsi, qurilish chiqimi, shunday o'zgartgandan keyingi foyda qatorliqlarning tafsiliy materiali. Ha, ma'qul. Lekin dadamga tuyuqsiz do'konni buni qilsam, uning qabul qilish uchun biroz vaqt ketgidek. Hech qisi yo'q. Aldirmayli. Vaqtingiz yetgan ko'rib baqsangiz bo'ldi. Ha, ma'qul. Men vaqt chiqarib tafsiliy ko'rib baqay. Sarna. Cesurning xizmatiga ta'sir yetkazmay biz mangayli bolam. Birdan o'tiringlar. Bo'ldi mangayli. Bo'ldi-amsa, o'zingiz diqqat qiling. Lekin bo'lsangiz uyga berish unutmang, ha? Ha, yo'lda diqqat qiling. Ma'qul, xo'sh-amsa. Cesur. Kechga uyga qaytirgansiz? Shundan keyin muhim bir operatsiya bor. Men bemorning ahvoli turaqlashmoqchi qaytolmayman. Yana qaytmamsiz? Sarma. Amma napa? Amz nashti qilish unutib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling. Xo'sh. Sarma. Siz qiynatingizga bir berib kelsangiz bo'ldi. Men?
Siz oturup çıksanız çok işler tezrak kalkıldı. Ben berip neyim kılma? Siz berip kıynatanızdan neymi oylağanlığını bilip bakmamsız. Zaten kançılık cahil. Hayır kal bulamdığı yokçu. Kılamamsız. Mağful oka, sınap kaya. Hareket qilish kerak. Voy, qo'shnim, texnik ketaman. O'zingizni asrang. Ayshan, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz qanday tursiz? Yaxshi, qarang. Unda. Aka, yaxshimi? Voy, Ayshan yaxshimi? Yaxshi tursiz. Bundan tursiz. Aka, tushning tomoq yegin bor. Fikab, o'zing bilib bir nima qila. Maqla, amso qara, men tas o'qishib, lag'ma aytay. Ha, bale. Ayshan, siz uchun tomoq etaman deb avorib jurman. Men aytay, yil birlik kiringlarchimi? Voy, rahmat. Voy, voy bola. Tuyuqsiz kelib qoldingiz ku bu yerga. Bo'lmamda, dadamlar sizni yo'qlab keldi. Buyurun. Sizlar paranglashinglar, men do'konga chiqay. Fikab. Asla kirgach turinglar. Men hozirlik kiraman, ha? Bo'ldi aka, bo'ldi. Ma'qul. Ammo mashina sizga soatda unutib qoldim. Nima soatda qarab boqaylik. Bu chiroyli kulguva u. Hozir bir tam lo'qidim birini. Sepib sap qo'ysam bo'g'day. Ama, bayqay ayol kim o? Voy, u Ayshamchu, mana 43 do'kon ochirgan qo'shnimiz. O'zbek ondan ayol, dadingizchu davomli tomoqlarni sunib turdi. Shu mushtadingizga beshini o'ngshab qo'ygan bo'lsam, men xotirjam bo'latdim qizim. Ama, siz dadamni loyiq tanishtirmoqchi bo'lyapsiz nima? Ey balam, bo'lsa shunda xoqasi bo'ladi. Shu dadingiz bu ishga yaqin yo'lamay turyapmamdi. Shu bayq ayol nima? Hey Ayshan bağı o'zi yolg'iz, bir tallam qizyapti, uni qarmay yotliq qilib deb, hozir tikkandek qoldi edi, ha. Uni o'stingmish qozon beshig'i chivar, o'zi kelishimlik ayoldi. Hey, men mana uchun bir tashlak topay. Baq topaychimi? Nima? Ayol kishi? Qiynatingizmi? Bak hoşnizga 43 do'kon ochilgan. Ammo bek maqtab o'tirdi u ayolni. Mundaqda. Biroq u dadamga xelbek yaqinchilik qilgan u ayol. Qarg'anda bu ayol odamga bosh og'riq kelib beramdi nima? Bosh og'rig'i? Nima bosh og'riq deb begdak? Hey Barna. O ayol bağı qiynatingizning pulini demasa, nima ish qildi qiyirganda to'y qilmadi? Undan emas-tu, xeyli yaxshi ayoldek qildi ko'rinishga. Barna qizim. Hozir bağı qarab, odamlarning sirtiga qarab bo'dagil bo'lmaydi, ha? Qarg'anda Jasurning uyida yana bir mirosxo'r ko'paydiganda qiz. Nima?